o'tgan hafta davomida raqamli avlod qizlari tanlovi o'tkazildi. Raqamli avlod qizlari tanlovi tuman bosqichida o'quvchilarimiz 359 ta loyiha bilan tuman miqyosida ishtirok etishdi. Eng yaxshi loyihalar o'sha hakamlar hayoti tomonidan tanlab olinib, viloyat bosqichiga tavsiya etildi. Raqamli avlod qizlari tanlovida g'olib bo'lib chiqdim komandam bilan va bu prezidentimiz tomonidan berilgan katta imkoniyat va e'tibor deb bilaman. Yoshligimdan beri IT sohaga qiziqqanim uchun bu menga qiyinchilik tug'dirmadi va undan keyingi maqsadlarim respublika bosqichida ham g'olib bo'lib, chet elda O'zbekiston davlatimizda bayrog'ini ko'kka ko'tarish. Kelajakda ham shu hozirgi zamon talabi sun'iy intellekt borasida ish yuritib bormoqchiman va umid qilamanki, bu menga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi va hamma narsani oson yengib o'taman.